erkak degani har doim ishlari zo'r bo'ladi, har doim ko'p pul topadi, oilasini hamma ehtiyojlarini qondira oladigan bir darajada bo'ladi degan gap yo'q. Inson hayotida qiyinchiliklar bo'ladi. Inson pul topolmasligi mumkin, oilasini boqolmasligi mumkin. Biz u oilaga yordam qilishimiz uchun u erkakni o'lishini kutishimiz shart emas. Ya'ni erkak degani har doim ishlari zo'r bo'ladi, har doim ko'p pul topadi, oilasini hamma ehtiyojlarini qondira oladigan bir darajada bo'ladi degan gap yo'q. Inson hayotida qiyinchiliklar bo'ladi. Inson pul topolmasligi mumkin, oilasini boqolmasligi mumkin. Biz u oilaga yordam qilishimiz uchun u erkakni o'lishini kutishimiz shart emas.